Ko'pchilik kvartiradan hovliga o'tayotganda shu lokatsiyadagi hovlilar ko'z oldiga keladi. Yunusobod tumani Islomobod mahallada joylashgan shunaqangi keng farzandli 207 sotudan iborat xonadonimiz sotuvga chiqqan. Kimga hovlini ichi qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoni o'tkazib yuborib turinglar, ichkarini tanishtirib chiqaman. Marhamat. Bu yoq tomonimizda hovliga kirib kelish. Bemalol ikkita mashina sig'adi. Bu yoqqa archalarga kelib tapchani zonani qilsanglar bo'ladi. Xonadonning ichki qismiga kiramiz endi. Bu yoq tomonimizda hovli qismi. Xonadonda barcha topli pol sistemalari, elektrik ishlari bitgan. To'g'rida mehmonxona, tashqariga qaragan panoramli oynalari. Bu yoq tomonimizda oshxona qismimizda ham hovliga qaragan oynasi bor. Bu yoqda birinchi qavatdagi yotoqxona qilsanglar bo'ladi. Bu yoq sanuzel qismi. Sizlar bilan endi ikkinchi qavatga chiqamiz. Ikkinchi qavatga ko'tarilishda ham keng bo'lgan panoramli oynalari bor. Bu yoqlarga perelalar qilsanglar juda ham ochiladi. Bu yoq ikkinchi qavatdagi katta hol yoki zal qilib foydalansanglar bo'ladi. Juda ham zo'r chiqadi. Bu yerda ham topli pol va elektrik ishlari bitgan. Bu yoq katta zal qismimizda. Ikkita oyna, panoramli oynasi bor. Bu yoq ikkinchi qavatdagi yotoqxonamiz. Hop, yotoqxonadan chiqqanimizda bu yoqda ikkinchi qavatdagi sanuzel, bu yoq yana bitta yotoqxona sifatli deyiladi. Xonadonimizda 207 sotudan iborat 6 ta xona, podval qismi ham bor. Ko'rib turganingizda ushbu xonadonimizda 85% ta'mirdan chiqarib qo'yilgan, barcha elektrika, santexnika, topli pollarigacha qilib qo'yilgan. Sizlardan faqat shunchaki aboylarni didinglarga moslab qo'ysanglar bo'ldi. Ushbu xonadonimizda kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar, to'liq ma'lumot bera olaman.